ishing bormi? Ishing ham tugamadi sening. Bo'pti, mayli. Mayli. Xo'p, demak, hozirgi aytganimizdek, bu muvozanat vaziyat nuqtasi. Bu demak, muvozanat vaziyat nuqtasi. Men buni qanchadir masofaga cho'zib qo'yib yuborsam, bu juda tebranib qoladi. Men misol uchun demak, buni mana bu yergacha cho'zdim. Ya'ni hozir bu shuni cho'zimdan qo'yib yuboraman. Demak, mana bu yergacha keladi albatta. Va bu amplituda, mana bu qism ham amplituda deyilardi. Shundan tortib qo'yib yuborgan paytim shunaqa tebranma harakatini amalga oshirib qoladi. Tebranish davrini formulasi T teng nima edi? 2pi ildizda to'ppa-to'g'ri m taqsim k. Tebranish chastotasi esa nu barobar 1 taqsim davr, ya'ni chappachasi bo'ladi. 1 taqsim 2pi o'zosida k taqsim m bo'lar edi. Hamda demak, siklik chastotasi keyin siklik chastota bu omega degan edik. Omega teng 2pi taqsim davr, ya'ni buni 2pi taqsim davrga bo'ladigan bo'lsak, chappachasi bo'ladi. O'zosida k taqsim m ga teng bo'ladi. Bitta narsa qaranglar. O'zi umuman olganda bu demak boshqa chizma, mana bu boshqa chizma qaranglar. Mana bu yerda bitta prujna turgan bo'lsa, bu prujna turadi. Bu hech narsa osilmagandi. Bunga m masal osib qo'yib, sekin qo'yib qo'ydim qaranglar. M masallikni ostidagi sekin qo'ydim. Tebranmaydi unda. Cho'zilib mana bu yergacha keldi deb farz qilamiz qaranglar. Cho'zilib mana shu yergacha keldi. M masallik o'sgan paytim. Cho'zilish uzunligi qanday topiladi? mj teng delta x emas. Nima edi aslida? Elastik kuchini formulasi nima edi? Elastiklik kuchi nima? Elastiklik kuchi. F elastikning k delta L'midi? Nima aytmaysizlar shuni? Pastga esa qaysi kuch bor hozir edi? Mj bor. Buni shunday osib, sekin qo'yib qo'ydim, tebrantirmay, sekin qo'yib qo'ygan paytim demak, prujinani pastga mj kuch tortyapti, tepaga esa F elastiklik kuchi bor. F elastiklik kuchini tenglashtirib qo'yamiz mj ga. Chunki jism tinch turibdi, tinch turganligi sababli jismga ta'sir etgan qarama-qarshililar bir-biriga teng bo'lishga majbur. O'sha hisobiga pastga yo'nalgan mj ni tepaga yo'nalgan F elastikga tenglashtirib qo'ysak, mj teng k delta L kelib chiqadi. Delta L topishimiz mumkin. Delta L teng mj taqsim k edi. Buni avval o'tganmisizlar bilan necha martalab? Million marta o'tganmizmi, bilmayman. mj taqsim k edi. Endi prujinal mayatning aynan vertikal holatda osib qo'yilishi shart emas. Gorizontal holatda ham turishi mumkin. Mana demak, bu gorizontal devor, bu esa vertikal devor. Shu yerda mana bu prujina bor. Prujinaga mahkamlangan yuk bor degani. Masal yuk bor. Shu vaziyatda demak uni tomonga tortmam, demak bu yerda erkin turibdi, hech qanaqa siqilgani ham yo'q yoki hech qanaqa zo'riqish yo'q mana prujinaga. Erkin holatda turibdi. Ya'ni bu muvozanat vaziyat deyiladi.
Endi men uni shunday tortib qo'yaversam, shu nuqta atrofida tebranib qoladi. Misol uchun men buni demak, mana bu nuqtagacha tortadigan bo'lsam, mana bu nuqtagacha tortsam, demak, mana shugacha tortimdagini qo'yaveraman. Bu albatta mana bu nuqtaga keladi. Bu yerda bu ham amplituda bo'ladi. Tebranish amplitudasi nima aytiladi? Tebranish amplitudasiga ta'rif beramku, o'tgan dars. Nima ta'rif? O'tgan darsda narsa eslanib turmaydimi? Jismning muvozanat vaziyatdan maksimal sizishiga amplituda deyiladi mana. Demak, L uzunlikdagi ipga osilgan jism deb qo'yib yuborilgan paytda o'sha tebrama harakatini amalga oshiradi. Bu demak, matematik yechim bilasizlar. O'tganmiz avvalom sizlar bilan. T teng nima edi? 2pi ilzosida L taqsim J. T teng 2pi ilzosida L taqsim J demak. Shunaqa tebranib qoladi demak. Bu yerdan demak, tebranish chastotasi 1 taqsim 2pi ilzosida J taqsim L bo'ladi. Yoki omega teng ilzosida J taqsim L bo'ladi. Shunaqa vaziyat. Buni yozganlarda
Mana qarang, demak, liftdagi harakatlar bor-ku va J plus A J minus A og'irlikdagilar. Shu bunday ham ishlaveradi. T teng 2 pi izosi L taqsim J plus minus A bo'laveradi. Misol uchun qachon plus edi? Lift yuqoriga tezlanuvchan harakatlansa plus edi, to'g'rimi? Yuqoriga sekinlanuvchan harakatlansa minus, pastga tezlanuvchan bo'lsa minus, pastga sekinlanuvchan bo'lsa plus edi, to'g'rimi? Og'irlikda yodlagansizlar uni. Xuddi shunaqa bo'laveradi, lekin mana bu holatda qaranglar, mana demak. O'sha liftmi, mashinami, nima qanaqadir arava demak, mana qarang. Qanaqadir arava gorizontal A tezlanish bilan harakatlansa. Gorizontal A tezlanish bilan harakatlansa bu formulaga tushadi. Endi gorizontal tekis harakatlansa-chi? Misol uchun demak, mashina bu tomonga qarab ketyapti, tezligi 200 km taqsim soat. Ya'ni tezlik ko'rsatkichi 200 ni ko'rsatyapti. Lekin tekis harakat, ya'ni faqat 200 harakatlanyapti. Nima qilamiz unda? Tezlikka bog'liq emas. Tezlik 200 bo'ladimi, 400 bo'ladimi, farqi yo'q. Tezlanish 0 mi? Tekis harakat bo'lgandan keyin tezlanish 0 bo'ladi, to'g'rimi? Tekis harakat bo'lgandan keyin tezlanish 0 bo'ladi. O'sha hisobga mana bu 0, keyin nima bo'lib qoladi? Faqat J ko'rsatildimi? Nima chiqadi bundan keyin? J chiqatdan oddiygina 2 pi izosida L taqsim J bo'lib qolaveradi. Ya'ni gorizontal qanaqa tezlik bilan harakatlangan bizga qizig'i yo'q. Vertikal bo'lsa ham farqi yo'q. Vertikal qanaqa tezlikda harakatlanadi? Tezligining farqi yo'q. Muhimi tekis harakat bo'lsa, tekis harakat bo'lsa, mana bunga tushaveradi. Tekis harakatda tezlanish 0-ku. Tezligi 1000 katta bo'lganini qizig'i yo'q. Baribir shunaqa bo'laveradi. Mana shu holatlarda-da, ya'ni mana shu holatlarda. Xo'p, chizib o'ynab buni ham. Prujina potensial energiyasining formulasi nima edi? Kx² taqsim 2 edi. Shuni ishlash kerak endi. Shu ikkita mavzu bo'ladida vazifa.